mahsulotlarni sog'lomlashtirish mahsulotlarimiz asosiy maqsadi bank balansidan turar joy yoki garov mulklar vositalarni auksion orqali sotish bunda ishtirok etish uchun yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan yoki tartibdagi tadbirkorliklar ham bemalol ishtirok etishi mumkin. Bunga qo'yiladigan asosiy talablar biznes rivojlantirish bankida asosiy hisobotlarni ochilgan bo'lishi kerak. Bundan keyin auksionda g'oliblik to'g'risida ma'lumot bo'lishi kerak. Bunga asosiy qo'yiladigan talablar katen bali 200 badan yuqori bo'lishi kerak. Katen texnikada qarzdorlikda bo'lmasligi kerak. Keyin muddati o'tgan qarzdorlikda biznes rivojlantirish bankida nafaqat o'zida balki aloqador korxonalarda mavjud bo'lishi kerak. Bunda bank o'sha qo'yilayotgan auksionga qo'yilayotgan turar joy yoki transport vositasini 50% miqdorigacha yoki 10 oydan oldin tashkil etilgan bo'lsa dastlabki auksion miqdorida pul ajratish mumkin. Bundan so'ng kredit qarz yuki 100% dan oshmasligi kerak. Agar oshadigan bo'lsa qo'shimcha kafil olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'shanda ham qo'shimcha kafil ham o'sha kredit ta'minot sifatida 125% kafillikni ta'min etadi. Bunda shu kredit tarixiga yana 60 oyda 60 kundan oshgan qarzdorlik ikkitadan ko'p, 30 kundan 10tadan ko'p, 90 kundan oshgan qarzdorlikda umuman bo'lmasligi kerak. Kredit foizimiz 3 yildan 3 yilgacha 13,5%, 3 yildan 5 yilgacha 14,5%, 5 yildan 7 yilgacha 15,5% tashkil qiladi. Bunda ham xuddi kafil korxonaga qo'yiladigan talablar xuddi yuqoridagilar. Kreditlar yaxshi bo'lishi kerak, 60 kundan 30 kunlik, 90 kunlik xuddi o'shalar tashkil qiladi. Sizlardan taqdim etiladigan hujjatlar ariza, agar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lsa, ta'sischilarning yig'ilish qarori, kredit olish yuzasidan roziligi, keyin auksionda g'oliblik haqida ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bizga yetarli bo'ladi. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bo'lsin. Auksionda u narsa yutib olsak, kredit chiqarib berasizlar. Kredit chiqarib beramiz, faqat biznesni rivojlantirish bankning balansida bo'lgan. O'zini balansidagi texnikalar yoki turar joy, noturar joy. O'zinglar mana shu bank nima atrofida qo'shilsa, yutib olsak, o'zinglar kredit qilib berasizlar. Beramiz.